Bu gambiyan so'mani qandoq atganimni bilmayman, lekin qandoq yeb bo'lganimizni bilmay qoldim. Shunchalik o'xshabdi. Do'stlar, sizlarga o'rganinglar. Qo'llash yuzidan ko'plab yurak besib qo'yishinglarni, alt raqamini ko'plab avatib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Aldı bilan muvafiq miqdordagi 10 g'azroq tuz silib etib, qattiqmi emas, bak yumshoqmi emas, normalar xamir yug'urmiz. Andan go'shtni hamda ko'k qizilmushni, jusayni filmda ko'rsatilganda qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Hamda so'ng piyoz, qurtilgan lazza, samsaqlarni ketadi. Qozonga may qo'yib, may qizigan go'shtni silib, go'sht pishqich qo'raymiz. Go'sht pishgandan keyin so'ng piyoz bilan qurtilgan lazni hamda ushoq to'g'ralgan zanjibilni silib, yana 2 minut atrofida qo'rib o'tni o'chiramiz. Qozonga suv qo'yib, suv qaynog'icha chöpni tatib olamiz. Chöpni tatib bo'lgandan keyin ustiga bir qo'rmay purkavsak, xamir bir-biriga chaplashib olmaydi hamda paqiraq chiqadi. Çöpni süzüp ele olgandan keyin sayning o'tini yechib, ustiga gambiyan so'mani titqisidan solamiz. Andan ko'k qizilmushni hamda samsaqni silib bir ikki qo'raylikli kaynidan jusayning qattiq yerini silib davomli qo'raymiz. 2 minut atrofida qo'rib olgandan keyin muvafiq miqdorda tuz silib, jusayning yumshoq yerini solamiz hamda kayindan chöpni silib 2 minut atrofida qo'rib muvafiq miqdorda kunjuz sepib etib iste'mol qilsaqli bo'ladi. Sirtdagi oshxonalarning gambiyan so'manlarini qilishmig'ida xil tamoq bo'ldi. Sizlar o'z qo'linglar bilan sinab beqinglar. Texnik yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bosh surtimni besib meni qo'shib eling.